o'sha anaqa ham qilib keladi, shu booster ham homilador emizikligiga mumkin emas. Bizda hozir o'ylaydiki bor, keyin yerda mitingniki bor, videosi 100 talik. Qaysi? Opera serialini yonida turibdi. Mamnun. O'sha ham berishga qo'rqaman, homilador emizikligiga bermagan yaxshi. Retinol nima qiladi desangiz, retinol hamma narsaga ishlaydi, lekin uni ishlatishni bilmagan odamga berish kerak emas. Ishlatib yurgan odamga berish kerak. Yoki birinchi marta ishlatayotgan bo'lsa, yumshoqroq retinol berish kerak, yoki bakucholi narsa berish kerak, o'sha efirotdagi. Retinol yuzini tayyorlab oladi, ular. Yuziga tayyorlab oladi ular. Mana vazelin ham bersangiz bo'ladi, chunki bu ham Qiziladimi? Qizil, kichkina qizilchasi. U ham anaqa yengil retinolda, u ham kuydirib olmaydi yuzni. Anaqa bo'lsa, o'sha kuchli masalan areziyaniki, retinol, u keyin вообще retinol degan narsa ham bor, men tushuntirmayman. Retinolga qaraganda kuchsizroq bo'ladi, retinol kuchliroq bo'ladi. Mana bu areziyaniki bor-ku. Mana bumi? O'sha sariq. O'sha areziyan retinoli вообще kuchli. Chunki 2% shunaqa yozilgan. Keyin kofein ham bor uning tarkibida. Mana shu kofeinli narsani ko'p ishlatsangiz, zo'r anaqa qorash ko'karishga ishlaydi. O'sha 2% retinoli uni azgina yuzni achittirishi, qizartirishi mumkin. Uni qishda, prям qishda yuzga ishlatish mumkin. Lekin mana bakucholi narsa yoki mana vazelin retinolni uni yozda ishlatsangiz bo'ladi. Keyin oddiy retinol bo'ladi. U oddiy retinoldan sal kuchsizroq bo'ladi. Endi u boshqa narsa, mana retinol boshqa narsa. O'rdalarida ham mana retinol bor bo'lsangiz, ko'rmagan bo'lsangiz keyin aytishinglar, bilmaysiz. Retinol bor, manda 0.2%lik o'sha ham kuchli. Men donorim o'sha zo'r ochadi. Qishda zo'r ishlaydi o'sha. Vosoqda kelib, kuydirib qo'yaman. Retinol. Ne yozdi-chi? Yozda kuydirib qo'yadi. Suvda qo'yishga chiqqaningizda yuzingiz qizarib achib qoladi. Suvda ishlash kerak. Keyin dog'ingiz battar to'qib ketadi, tez kamchasi ishlaydi. Keyin retinolli narsani даже qishda ham har kuni ishlatib bo'lmaydi. Yuzingizni kuydirib qo'yasiz, achishadi. Ko'p ishlatasiz. Mendan bu shunaqa bo'lgan. Retinol yuzni zo'r bo'ldi, ko'paytirib olganman, do'g'risini qishda achishgan keyin ishlatib qo'yganman, keyin tinchlantirgan narsa ishlatganman. Keyin retinolli narsa bilan ahab-xali narsa chiqishmaydi bir-biridan. Mag anaqani o'rnida pedida bor ahab-xali. Pedida Muhammadnami? Mana bor ekan. O'shanisida bor. O'sha ham chiqishmaydi olmada. Ahab-xa bilan. Endi ahab-xa nimada bor? Xullas ahab-xada. Mo'minisida ham bor ekan. U ham chiqishmaydi. Lekin bu ikkalasi bilan tushadi, to'g'rimi? Retinol bilan ahab-xali narsa chiqishmaydi. Billa olish kerak, billa ishlatish kerak. Xo'p. Keyin ahab-xa nima qiladi? Ahab-xa bu yumshoq lyoqki piling bo'ladi. O'shaning uchun pilinglar tarkibida ahab-xa bo'ladi. Mana ham olmali mana bu tonerpedan piling qiladi. Lyoqki, siz uni bilmaysiz. Lyoqki piling qiladi. Bundan keyin ahab-xa po'rilaga ham ishlaydi. Po'rilaga ham ishlaydi, ugrilaga ham ishlaydi, javosi dog'laga ham yaxshi ishlaydi. Ugriga ishlashi uchun nima deydi, ehtimol ekan juda ham vajib ugri bo'lsa, uni davolash kerak, boshqa narsa uje kosmetikada ham davolab bo'lmaydi, lekin anaqa bo'lsa, betida ugri chiqib qoladigan bo'lsa, uni davolasa bo'ladi. Lekin vajib prям yonma-yon yuzi to'lib bo'ladi-yu, umuman yuzida joyi qolmagan bo'ladi. Unaqa bo'lmaydi. Xo'p, lekin bizga ham yuzida ugri to'lib prям odam yozmagan bo'lsa, Pidren nima qiladi? Pidren ko'plarga e'tibor beraman, glow effekt beradi. Ko'plarga e'tibor beraman, yaltiratadi, yoshartirishga yaxshi ishlaydi. Keyin tarkibida gialuronkasi bo'lsa, chuqur namlantirib beradi. Masalan, selevi. Qanaqa qilib yoshartiradi masalan? Ajinlarga ishlaydi? Ha, ajinlarga tushishini oldini oladi. Lekin yo'qotgan ajinni qiyin, ujunga kollagen. Shunda voqeroq ishlatishni boshlash kerak-da, to'g'rimi? Ajinlarni oldini olishga. Voqeroq ishlatish kerak. Uje tushib bo'lganga retinoldan qo'rqilgan bo'lsa, kollagenli narsa berasiz. Masalan, mandelina cho'ziladigan kollagenini berasiz. Tushib bo'lgan ajinlarga. Ha, tushib bo'lgan osilgan teriga. Keyin anaqalikini bersangiz bo'ladi. Necha yoshdan bu?
20'dan oshiruvchi 20 plus. 25'dan ishlatsa bo'ladi. 25? 22'dan. Ha, 20'dan kattalarga. Oshirishni boshlaydi-da chunki. Mhm. Mana Luvium ham kollagen kremini bersangiz bo'ladi. Keyin Oliyli kollagen kremi bor, uni bersangiz bo'ladi. Lekin kuchliroq xohlasa o'sha. Kuchliroq xohlasa, lekin retinol berasiz. Lekin qo'rqaman retinoldan, lekin kuchli narsasi. Achishtiradi do'sti, shunga qo'rqishadi. Bir xildan to'shatib qo'ysa, dog' tushib qoladi, lekin to'g'ri ishlatish. Yengilroq kremidan olishadi, shuning uchun to'g'rimi qo'rqadiganlar. Lekin bilasizmi, men Vazelina retinol bilan kollagen kremini birga beraman. Nimasi bilan? Retinol bilan kollagen kremi. Chunki yuzimda osilish ko'p va tezroq yuz o'tadi. Vazelina retinol bilan kollagenni bersa bo'ladi. Vazelina retinoldan qo'rqmasa ham bo'ladi, u yengil. U kuydirolmaydi, u achitmaydi. Shunda retinol ishlatsa tezroq effekt bo'ladi, kremida sal sekinroq, lekin bo'ladi. Bo'ladi. Lekin sal sekinroq. Yengil bo'lganiga. Rosa sotganman Vazelina kollagen kremini. Kelib yuzim zo'r bo'lyapti, imkoniyatni xohlab o'sha tugat bo'lgandi, o'sha qishloqlari tugat bo'lgani olib ketdim. Grammi qancha edi? 50 ming. Lekin rosa yo'naqada, pigmentli bu. Keyin o'zi kollagenli anaqadan olinadi, asosan anaqadan baliqdanmi, shunaqa asosan restoran shunaqa olinadi. Bo'ldi. Vegan bo'lmaydi kollagen, lekin efilovniki anaqa. Efilov kollagen mana keldi qo'ying, fioletoviy krem. Mana. O'sha vegan kollagen. Lekin vegan. Unaqadan olinmagan. Shunda Anvan ham shu pedreli naborlari yoshartirishga ishlaydi, to'g'rimi?